Dunyoda shunday bir maskan borki, har birimiz unga intilamiz. Ishdan, mehnat jarayonlaridan shu oshyon sari shoshamiz. Unda bizni chorlaydigan yaqinlarimiz mehri, umrimiz mazmuni bo'lgan jigargo'shalarimiz yurak tafti mujassam. Bu albatta oilamiz, xonadonimizdir. Oilani mustahkamlash nafaqat mamlakat, balki dunyo miqyosidagi ahamiyatli masala hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1993-yil 20-sentyabrda 15-may sanasini Xalqaro oila kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mazkur hujjatning qabul qilinishidan ko'zda tutilgan asosiy maqsadlardan biri ham oilalar ahilligi va mustahkamligiga erishishdir. Hayotimizga mazmun bag'ishlaydigan, bizni hamisha o'z bag'riga chorlaydigan oilamiz mustahkam bo'lsin. O'z oilasini, farzandlar tarbiyasini o'rniga qo'yish barobarida jamiyat hayotida fan, ta'lim, madaniyat, san'at, boringki barcha sohalarda fidokorona mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning baxt maskanlarida tinchlik va totuvlik hukm sursin. Oila desam biri tan, biri jondek ko'rinar. Mo'jazgina mustahkam bir vatandek ko'rinar. Oila otam, oila onam, oila ukam ko'zlari, oila singlim, oila bobom, bu jonim so'zlari. Men ulardan o'zimni tasavvur etmam ayro. Oila kichik vatan, men jilg'aman u daryo.